Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Roblox Legend do'stlar. Bugungi videomizda men va Firdrifter o'z bugungi videoda men undan intervyu olaman. Davay, salomlashing. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda biz shu Roblox Legend bandan intervyu olarkan. Xo'sh, birinchi savolimiz, yoshingiz nechida? Yoshim shu oxirida aytaman. Boshqa savollaringiz bo'lsa aytavering. Ha, mayli. YouTube kanalni nima uchun ochgansiz? Undan pul ishlagani va bloger bo'lgani aniqlik bo'lish uchun. Xo'p, YouTube kanalingizni birinchi nomi qanday bo'lgan? YouTube kanalim nomi shu Drift Mode bo'lgan, adashmasam. Drift Mode? Yo'q. Bundan oldingi birinchi akkauntingiz nomi qanday bo'lgan? Birinchi akkaunt shu Drift Mode bo'lib, keyin Craftback Goes bo'lib, ular ham qolib ketgan. Keyin nimadir ham bo'lgan. Undan keyin Arsen Komilov bo'lgan-a? Yo'q. Ha. Nargi bo'ldi. Xo'p. YouTubedan ketish niyat bormi? Uni bilmadim-u, lekin yo'q shekilli. Shu 100 ta bo'lib ketsak, turaveradi kanalim. Xo'p. Videolar chiqib turadi. Xo'p. YouTubedan qancha obunachigacha bormoqchisiz YouTube'da? 100 mingta bo'lish, faqat men 1k bo'lmaganman. Obuna bo'lib qo'ying, hoziroq. Nima ko'rib turib obuna bo'lmayapsiz? To'ppa-to'g'ri. Qarang. YouTube'da qanday 500 ta obunachiga erishgansiz? 500 ta bir kunda maslahat. 6 ta video qo'yish kerak. 6 ta? Qarang, siz mana bugun video qo'ygansiz, men 153 ta video qo'yganman. Qanday? Lekin menda 65 ta obunachi. Siz bir kunda 5-6 ta video qo'yingda. Reysga obunachilik yo'q. Xo'sh, birinchi videoingiz qanday bo'lgan? Birinchi videoyim qanaqa mashinada bo'lgan? Shuni aytib bering. Shu CLS 63 modasigacha qilib olib, shu muzika qo'yib olib, minganman-da oper qilib. Ha, keyin o'sha Craftback'ga o'zingizda hali birga video oldik, esingizda bo'lsa, to'g'rimi? Malibu modadami? Yo'q, Malibu modada emas, hali. Mani M5im 348 ming nima edi. Esimda poyga qildik. Nargi intervyu. Xo'p. Savolingiz. Savolim shundaki, keyingi YouTube'da keyingi nom qanday bo'lmoqchi YouTube'dagi nomingiz? Xo'sh. Arsen KPM bo'lmoqchiman, faqat nomimni o'zgartirsam videolarimda Firdrifter deb qo'yganlarim o'chirib olishimga taalluqli bo'ladi shunga. Xo'sh, akkauntingiz Arsen Komilov akkauntingiz nima uchun ban bo'lgan? Sizlarga maslahatim ban bo'lmasligi uchun 4 ta stream ko'rmay bo'lmasam, endi to'xtasizlar. Qaranglar, sizlar yaxshi eshitmagan bo'lishi mumkin. Mana u mana bunday dedi. Bir kunda 4 ta stream qilib olmaylar dedi. To'g'rimi? Da. Xo'sh, keyingi savolim. Akkauntingiz uni so'radim-a? Yoshimni so'ramoqchi edingiz? Aytganchi, yoshingiz. 13? 2. 1. Ayting. 11da yoshim. 11da, xo'sh. Birinchi video kim bilan bo'lgan? Men bilanmi yoki o'zingizmi? Birinchi video o'zim bo'lganman. Xo'sh, keyin men bilan olganmisiz?
ha. Undan keyin hali MK akam Oybek akam bilan olgansiz men uchalamiz. Ha, shu video zo'r chiqqanu. Ha, mayli. Hali kanalingizga hali anaqa edit qilib yuborgansiz o'sha videoni. Da. Faqat editni ham bilmasdim qanday qilishni. Hozir bilib olganman. Hali Arsen degan joyda hali ekran serial qilib yuborgan ekansiz-ku, o'shanda MKni mashinasi rangi вообще zo'r bo'lib ketgan ekan. Ha, narigi savolingizga o'tsangiz. Xo'sh, savolim shundaki, akkauntingizni sotish niyatingiz bormi? Sotish. Ha. Agar pul kerak bo'lib qolsa, sotaman. Lekin Yo'q, hozircha kerak emas. O'zingiz YouTube orqasidan pul ishlamoqchi dedingiz-ku. Lekin ishlamoqchiman, lekin monetizatsiya man shuni yoqmayapman. Yoqish yomon qiyin. Agar mushik bo'lsangiz, yuzingizni ham ko'rsata olasizmi? Shu 600 ta bo'lsak, bitta stream qilaman, shunda yuzimni ko'rsataman. Xo'sh. Agar videom shu joyda tugadi, agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, sizlar negasizlar, neger. Ya, neger obuna bo'lmagan. Xullas, bu videomiz 7 minutlik bo'ldi. To'g'rimi? Obunachilar aytib qo'yinglar bunga. Buni yana bir marta qaytadan olyapmiz. Chunki o'tgan oldingisida boshqa ovozlar eshitilmadi va 2 minutlik bo'ldi, zerikarli bo'lib. To'g'rimi? Ha, bo'pti. To'xtang va oxirida men yoshimni aytaymi? Yoshimni. 3, 2, 1. 8. Yes, 8. Da, 2017 mi? Ovoz o'xshamayapti-da 2010. Nimaga o'xshamayapti? Ovozi nechunchilga o'xshayapti? 2014 yoki 2015 yoki 2017 в общем kichkinaga o'xshab ketyapti-da. Yo'q, rostdan, realni. Akkauntimga qarang, nechinchi sanada tug'ilganman, polni bir bilsangiz bo'ladi. 20 turibdi xolos-ku. 20 turibdi, hozir o'zim ko'rsataman. Obunachilarga o'shani videoda ko'rib olasiz. Bo'ldi, video xayrlashib qo'yganmiz. To'xtang, oxirida xayrlashamiz. Mana 2 oyida tug'ilganman, 20-kun, 2017, 8 yosh. Xo'sh, videomiz shu joyda tugadi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, like va obuna bosing. Obuna bosmagan neger. Bo'ldimi, o'tirdingmi?